Assalomu alaykum savoqlashlar. Hozir biz birinchi qism 18-darsning muzokarasini qilamiz. Biz bugungi darsimizda asosli sizlarga o'rgatgan grammatika nima deganda biz mushu ikkilik ismni yasashni o'rgandik. Ikkilik ismni. Endi arab tilida ikkilik ismni yasash nihoyat oson. Unda o'zi birlik ism cho'g'i desa, odatda bir shayning yoki bir narsaning ismi o'zi mustaqil holda bir donani bildiradi. Masalan, qalamun desa bu qalam deganni bildirish bilan birga bir dona qalamni ko'rsatadi. Unda bo'lsa ikki qalam demoqchi bo'lsak-chi, ikki qalam demoqchi bo'lsak nima deymiz deganda, ikki qalam demoqchi bo'lsak, mana bizning bugungi darsda shuni o'rgatdi. Ikki qalam demoqchi bo'lsak nima deymiz? Bu shuni o'rgatdi. Endi bu ismni ikkilikka o'zgartirishning usuli, birinchidan qanday qilamiz deganda, shu ismning oyog'iga alif bilan nun ekilamiz. Nima bo'ladi? Qalamun bo'lsa qalaman bo'ladi. Undan keyin oxirgi nun nima o'qiladi? Cho'qim zir o'qiladi. Qalamani. Masalan, kitobun shu birligiga alif bilan nun qo'shsak 2 deganini bildiradi. Masalan, qalamani 2 qalam. 2 kitob demoqchi bo'lsak-chi, kitobani 2 kitob. 2 o'quvchi demoqchi bo'lsak-chi, talibani. 2 qiz o'quvchi demoqchi bo'lsak-chi, talibatani. Mushu bo'yicha bo'ladi. Demak, har qanday biz ikkilik qilmoqchi bo'lgansimning oyog'iga alif bilan nunni ekansak nima bo'ladi? Ikkilikni ifodalaydi. Bu bir qoida. Buni ayt oddiy. Masalan, rasmda ko'rganinglardek, indi qalamun, menda bir qalam bor, indi qalaman, menda 2 qalam bor deb bir bola 2 dona qalamni tutib turibdi. Endi buni tushungan bo'lsanglar, bugungi darsdagi ikkinchi qoida nima deganda, endi biz bugungi darsimizda kamni o'rgandik. Kamni. Kam degan qancha deb, necha deb so'raydigan so'roq olmishi. Qancha, necha deb so'raydigan so'roq olmishi. Endi buningdagi grammatikalik mazmun nima deganda, qoida shuki, kamdan keyin kelgan so'z birlik holatga keladi. Istifhom, ya'ni savol so'rash uchun keladigan kamdan keyin kelgan so'z birlik holatda zavar keladi deymiz. Bu qoida. Nima uchun zavar keladi? Chunki kamdan keyin kelgan so'z arab tilida tamyiz deb ataladi. Bu tamyiz arab tilida nima qiladi? Zavar qiladi. Unda bo'lsa bu tamyiz degan nima deganda, tamyiz deganimiz farqlantiruvchi degan gap. Masalan, biror bir uqumsizlikdan keyin kelib, shu uqumsizlikni farqlantirib ro'shanlashtiradigan. Masalan, kam qalaman indak desam, sening qashanda qancha qalam bor degan bo'ladi. Endi men bu yerda kamdan keyingi yolg'iz ismni elib etib desam nima bo'ladi? Kam indak desam, sening qashanda qanchasi bor sen? Nimidan qanchasi bor? Endi mush kamdagi uqumsizlikni ko'tarishim kerak. Kam qalaman indak. Sening qashanda qalamdan nechasi bor? Demak, kamdan keyin kelgan bu tamyiz, ayiruvchi, farqlantiruvchi degan gap. Buning asli so'z ma'nosi shu kamdan keyin kelgan, kamninki farqlantiruvchisi bo'lgan so'z, ya'ni tamyiz bo'lgan so'z zivar o'qiladi. Bu bir qoida. Bu singib ketsin sizlarga. Zivar o'qiladi. Bu bizning bugungi darslik grammatikamiz shu. Endi bayatning darsxonadagi o'quvchilar shu 13-darsning keyindan tortib, ya'ni 14-darsdan tortib shu bugungi darsga bir xulosalab bergan bo'lsa degan mazmun keldi. Endi bizning darsimizdagi tekstdan yoki mashqning ishlash uslubi va shunaqlar birinchi, ikkinchi har bir mashqning bir ikki jumla o'rnak shaklida ishlab berib mangan. Tekstni qayta tarjima qilib berishning hojati yo'q. Faqat men grammatikalarni xulosalab beraman. Endi ko'rganinglardek, biz 14-darsda birinchi qilib o'rgangan narsamiz nima bo'ldi? Lamut ta'lil bo'ldi. Lamut ta'lil. Igidorchilikning lamini o'rgandik. Igidorchilikning lamini. Ya igidorchilik debdimi? Illatning lamini o'rgandik. Lamut tamlik, igidorchilik lamini biz o'rganib bo'ldik. Biz 14-darsda o'rgandik lamut ta'lil. illat, sababni bayon qilish uchun keladigan lamni o'rgandik. Masalan, zahabtu ilal mustashfa
li ziyarati sadiqi do'stimni ziyorat qilish uchun doktorxonaga bordim degan bu jumla qaraydigan bo'lsak, zahabtu badimman ilal mustashfa doktorxonaga li ziyarati qaranglar, ziyorat degan ziyorat qilish, yo'qlash degan ma'nosi. Bu ziyorat degan so'zning oldiga lam qo'shildi, li ziyara bo'ldi. Nima bo'ldi? Yo'qlash uchun. Demak, bu yerda bir sababni, illatni bayon qilib berdi. Bumi o'xshashlar harfi jar bo'lib, kirgan ismni oxirini qanday qiladi? Zir qiladi. Shuning uchun li ziyarati deymiz. Oxirini nima qildi? Zir qildi. Bu bizningki 14-darsdagi birinchi grammatikalik mazmun. Undan keyin biz ikkinchi mazmun, biz 15-darsda o'rgangan ikkinchi mazmun nima deganda, biz 15-darsda ikkinchisida mamnu munosabatninki sabablaridan umumiy tunishib chiqdik. Biz birinchi qism kitobning 5-dan tortib, ikkinchi darsidan tortib, arab tilida bir bo'lak ismlar va bu ismlar qo'shilmaydi, ya'ni tanvin o'qilmaydi, shundaqla zir o'qilmaydi deb kelgan. Qo'shilmaydi, shundaqla zir o'qilmaydi deb kelgan. Endi bu ismlar qanday ism, nima uchun bunday o'qilmaydi? Buni ismning arab tilidagi ismi nima degan vaqtida arab tilida mamnu' min as-sarf deb bir ismlar bor. Bunun asli mamnu' min as-sarfning so'z ma'nosi turilishdan cheklangan degan gap. Endi sizlar buni hozir udulab tushunib turinglar, buni cho'nqurlab kirmayli, buni sizlar tushunib olganinglar. Tanvin mamnu' min as-sarf deganni sizlar tanvin o'qilmaydigan va zir harakat kirmaydigan ism deb tushunsanlar bo'ladi. Bu isimlar qanday isimlar? Shunda bo'ladi. Ya'ni qaysi isimlar mamnu' min as-sarf, ya'ni tanvin o'qilmaydigan, zir harakat kirmaydigan isimlar bo'ladi deganda, birinchidan arab tilidagi barliq 3 harfdan ortiq bo'lgan barliq arab ayollarning ismlarining bo'ladi mamnu' min as-sarf bo'ladi. Ya'ni tarkibi 3 harfdan ortiq tuzilgan har qanday ayollarning ismlari mamnu' min as-sarf. Qo'shib qolmaydi. Shuning uchun Fatimatu, Aishatu, Zeynabu, Maryamu hammani qanday o'qidik? Taq o'qidik. Qo'shib bo'lmaydi. Endi pash, zivar, zirma 3 harakatni cho'u desa, bu 3 harakatdan faqat bir cheklangan. Qaysi? Zir harakat cheklangan. Buningga zir harakat kirmaydi. Agar zir o'qilishini talab qiladigan bir omil bo'lib qolsa, ya'ni buning oldiga bir harfi jar kirib qolsa, masalan ila yoki min yoki lam deganga o'xshagan bir harfi jar kirib qolsa desa, bu vaqtda zirning o'rniga zivar o'qiladi deymiz. Masalan li Fatimata. Masalan hadal kitabu li Fatimata. Bu kitob Fatimani deganga o'xshagan. Bu yerda lam harfi jar zirning o'rniga nima o'qildi? Zivar o'qildi deymiz. Demak, birinchidan ayollarning ismlari tanvin o'qilmaydigan va zir harakat qabul qilmaydigan mamnu' min as-sarf ismlarining qatoridir. Ikkinchisi oxirida ayollikning kichik ta'si bo'lgan erlarning ismlari. Ism, ya'ni bu xos ism, erning ismi, lekin oxirida ayollikning kichik ta'si bor. Xuddi misolda ko'rsatilgandek Hamzatu, Talhatu, Usamatu deganga o'xshagan. Mana bu ismlarmi garchi o'z erkishning ismi bo'lsa-mu, o'xshashlar mamnu' min as-sarf bo'ladi. Uchinchidan fa'lanu degan mushu sxemda, mushu o'lchamda kelgan sifatlar. Masalan, atshanu ussuz, jav'anu och, shab'anu to'q, zam'anu ussuz. Zam'anu mucho ussuz. Atshanu hammasini o'qildi, taqildi. Nima uchun? Chunki atshanu, fa'lanu, jav'anu, shab'an hammasi fa'lanu degan sxemga o'lchamga tushadi. Mana bu mushu o'lchamda kelgan sifat mushabbiha deymiz. Mushu odamda bir vaqtliq yuz berishim emas, masalan bunda bir odamda yuz beradigan bir xil sifatlarni ko'rsatadi. Biz sifat mushabbiha nima ekanligini o'z navbatiga bo'lgan tafsil so'zlaymiz. Hozir bekkan so'zlaysam sizlarga kallanglar bir erishib qomusunda sifat mushabbiha deb o'tib ketdim. Biz o'z navbatida so'zlaymiz. Hozir sizlar bilib olganlar shu fa'lani o'lchamda kelgan bir sifatlar deb tushunib turamiz. Atshanu jav'anu deganga o'xshaydi. To'rtinchisi oxirida ayollarning suzilma alifi bo'lgani. Oxirida ayollarning suzilma alifi. Qanday deganda alifut ta'nis deymiz buni. Alifut ta'nis al-mamduda deb ataymiz arabcha. Suzilgan ayollarning alifidir. Qaysi alif u deganda masalan aghniya'u degan bu so'zning oxiridagi alif bilan hamza ana shu. Bu otilish garchi bu ayollarni ko'rsatmasimi, otilish shunda deb atiladi.
atılışda alifu ta'nis ayollik suzulma alif deb ataladi. Alif bilan hamza bir yerga kelgan so'zning oxirida. Masalan, aghniya'u, asdiqa'u, fuqara'u hammasi alif bilan nima bilan og'irlashgan? Hamza. Mana shu alifu ta'nisul mamduda ayollikning suzulma alifi bilan oyoqlashgan ko'plik ismlar nima bo'ladi? Bu mamnu munassar bo'ldi. Aghniya'u, atibba'u, fuqara'u, asdiqa'u hammasi shu o'lchamga tushadi. Endi oxiridagi 14-darsdagi oxiridagi mamnu munassarning turi qaysi, sababi qaysi deganda chet elning ismlari, ajam ismlari, arab tiliga nisbatan chet elning ismlari. Ya'ni arab tiliga boshqa bir millatdan kirgan ismlar. Masalan, Williamu, aniqlam chet elning, Eduardo chet elning, Ismoil Ibrohimu. Bu Qur'onda chiqqandan keyin hammalar hayron qoldinglar. Bu Ismoil Ibrohim degan arabcha ismi. Yo'q, arabcha emas. Bu ilgirki payg'ambarlarning boshqa millatdan kelgan payg'ambarlarning ismi. Ama biz arab tilida Qur'on chiqqan vaqtda ularning ismlari tilg'ilingan. Bu ismlar arabcha emas. Shuning uchun bu mamnu munassar bo'lib qo'sh o'qilishdan va zir harakat kirishdan cheklangan. Shu Ismoilu Ibrohimu deymiz. Ismoilun Ibrohimun demaymiz. Endi 14-darsdagi oxirgi grammatika, 3-si qablu bilan ba'duni o'qidik. Qablu bilan ba'du. Endi qablu bilan ba'duning oxirining qanday o'qilganligida bir qadar tafsiliy holatlari bor, tafsiliy ahvollari bor. Ama meselega bugun 14-darsda asosli tepaga yerim qaysi deganda faqat ikki xil shaklda tepadim. Birisi bu qablu bilan ba'du muzaf bo'lib kelsa, shundaqla muzafun ilayh tashlanmay jumlada birlik kelgan bo'lsa, jumlaning taqozosi nimani talab qilsa shunday o'qiladi. Masalan, ji'tuka qablal maghribi desam, bu yerda qablal zivara qildi. Nima uchun? Chunki jumlaning o'rni ravish degan harf nima o'qiladi? Zivara o'qiladi. Shu qoidaga asosan zivara qildi. Ama ji'tuka min qablihi, an qablihi da bu lam zivara qilib qoldi. Oldida harf jar kelganligi uchun deymiz. Demak, bu yerda qablihi demo muzaf bilan muzaf ilayh tashlanmay bir so'z birlik keldi. Qablal maghrib demo al maghrib birlik keldi. Ya'ni muzafun ilayh tashlanmadi. Bunda vaqtda jumlaning taqozosi bo'yicha o'qiladi. Ikkinchi xil holati bu qablu bilan ba'du muzaf bo'ladi. Ammo muzafun ilayh tashlanadi. Muzafun ilayh tashlanadi, ya'ni jumlada kelmaydi. Asli muzaf, lekin muzaf ilayh tashlanadi, ammo tashlangan bilan buning ma'nosini ba'dat niyat qilamiz. Bu vaqtda nima bo'ladi? Bu vaqt pashki mabni bo'ladi. Deydi, mudaf bo'lib, mudafun ilayh tashlanib, ammo ma'nosi ba'dat niyat qilinsa. Niyat qilinsa degan gap tarjima qilgan vaqtda xuddi ma'nosi ba'dat tarjima qilamiz uni. Mana shunday bo'lib qolsa, bu pashki mabni bo'ladi. Pashki qatadi. Omil ta'sir qilmaydi. Shuning uchun lillahi al-amru min qablu va min ba'du. Min kasmu pashki qiladi, min ba'du min kasmu nima qildi? Pashki qildi. Chunki qaytib ketgan deymiz. Mana bu 14-darsniki grammatikalik mazmun. 15-darsda qanday qaysi mazmunni o'qidik deganda kishilik almashlarni o'qidik, ya'ni damoirlar. Arab tilida kishilik almashlar cho'ng jihat ikki turga bo'linadi. Birisi mustaqil kishilik almashlar, masalan anta, ana, nahna deganga o'xshaydi. Mustaqil ya'ni boshqa bir fe'lga ulashib keladigan emas, o'zi mustaqil keladigan. Ikkinchi turi ulashib keladigan, mustaqil emas, ulashib keladigan. Zahabtu deki to'g'a o'xshash yoki kitabuka kapga o'xshash, kitabuhu deki huga o'xshash mustaqil kelinmaydigan. Masalan, kavlan so'z boshlig'lanmaydi, jumla boshlig'lanmaydi. O'sha unib keladigan deb ikki turga bo'linadi. Mustaqil keladigan ikki turga bo'linadi, bosh kelish va tushunkilish deb. Biz buni faqat o'rganganimiz 15-darsda bosh kelishni o'rgandik. Ular qaysi? Ular uchinchi shaxsning erlikniki huwa, huma, hum. Birlik, ikkilik, ko'plik. Ayollikning hiya, huma, hunna. İkinci shaxs erlik anta, antuma, antum. İkinci shaxs ayollik anti, antuma, antunna. Birinchi shaxs ana, nahnu. Mushu bo'yicha biz buni tushuntirib bo'ldik. Demak, mana bu kishilik almashlarning mustaqil keladigan, ya'ni jumla bilan gap boshlig'i bo'ladigan mustaqil keladigan shakli. Erlikka erning rasmini berdim, birlikka birning rasmini berdim, ikkilikka ikki odamning rasmini berdim. Mushu bo'yicha rasm qolsanglar tushunasizlar. Mana bu 15-darsdagi grammatikalik mazmun. İkincisi, endi biz mustaqil almash nima degan? Bosh kelish degan.
Bu başkeleşi. Hem de uğraşıp keladigan almashlar, uğraşıp keladigan damirlar qancha turga bo'linadi? Bu uğraşıp keladigan almashlar başkeleş, tushumkirish, ig'likirish deb tushunadi Uyg'urcha. Bu Arabcha marfuat, mansubat, majrurat deb 3 xil shakllik bo'ladi. Bizning bugungi dars so'zlaydiganimiz mansubat bilan majrurat shakli. Masalan, mana huvaninki hu mansub yoki majrur shakli. Hamu shu hiyaning mansub yoki majrur shakli. Hammasi o'z mustaqil qiladigan shaklninki, ya'ni munfasil shaklninki muttasil shakl. Unlik qiladigan shakl. Yolg'iz kelmaydi. Masalan, hu bilan gap boshlanmaydi. Hu talib degan olmaydi. Huva talib deymiz. Mustaqil bilan gap boshlaymiz. Buni nima ishlatamiz deganda, buni ulashtirib, so'z bilan qo'shib ishlatamiz. Kitabuhu, ismuhu, darabahu bilan ulashtirib ishlatamiz. Ism bilan ulashtirib ishlatamiz. Bu shu bo'yicha. Hu huma hum, ha huma hunna, ka kuma kum, ki kuma kuna, yina. Mana shu. Endi bu kishilik unlik qiladigan kishilik almashlarni biz ism qo'shgan vaqtimizda shu peti qo'shiladi. Sen beytukum, beytuhu deganga o'xshagan, ammo axunun abun buningga kishilik almashlarni qo'shgan vaqtimizda vo billa qo'shiladi. Abukum, axukum, axuhu vo billa qo'shiladi. Faqat birinchi shaxsning da vo qo'shilmaydi, qolgani qo'shiladi. Birinchi shaxs ya zirog'a chiqqan, abi, axi deb bevosita qo'shiladi. Endi 15-darsdagi 4-mazmun grammatik. Masalan, baytimiz unlik qiladigan almashlarni fe'lga va ismga qo'shiladi degan shunday. O kitabuka, kitabingiz. Bu yerda biz arab tilida buni majrur deb ataymiz. Majrur degan nima? Zirlik o'rinda degan gap. Kitabuka desak, sizning kitobingiz deb bu yerdagi kitob aniqlangan so'z bo'ldi. Shuning uchun biz buni mudof deymiz. Kafcho aniqlovchi bo'ldi. Sizning kitobingiz deb kitobni qanday qildi? Aniqladi. Bu vaqtda kapning bo'ladi, mudofun ilayh bo'ladi. Mudofun ilayh degani nima bo'ladi? Zir o'qiladi. Shuning uchun biz buni majrur deb ataymiz. Men buni Uyg'ur tilida tushunishlik bo'lishi uchun balkim bak maskamaski mumkin, chunki bu Uyg'ur tilidan boshqa bir til, arab tilidan boshqa bir til. Igilik kelish deb tushunchi berdim. Chunki bu kitobingiz deb sizni qanday qildi? Igiladi. Ammo bunga ba'zi bolalar buni tavallik kelish deb ifodalasak ham yaxshi dedi. Unda tushunsa ham bo'ldi. Tavallik. Chunki kitobni bir tavallik qildim. Sizga qanday qilib tavallik qildik? Kitobuka, sizning kitobingiz. Endi bu unlik qiladigan almashlar pilg'imi qo'shiladi. Masalan, darabaka, darabahu, darabaha, darabahum deganga o'xshagan. Bu vaqtda pil qo'lashgan vaqtda bu mansub, zavarlik o'rinda bo'ladi. Zavarlik. Mansub degan nima? Zavarlik. Nima uchun? Chunki bu maf'ullik o'rinda, maf'ul degan nima? Biz buni keyin so'zlaymiz. Siz biladigan ism qo'lashgan vaqtda o'lishib qiladigan almashlar ism qo'lashgan vaqtda zirlik o'rinida bo'ladi, muzofun ilayh bo'lib, pil qo'lashgan vaqtida to'ldiruvchi bo'lib, zivarlik o'rinda mansub bo'ladi degan tushunasam bo'ladi. 16-darsdagi birinchi grammatik qaysi deganda aqlsiz narsalarning ko'pligiga, mayli aqlsiz narsa erlik bo'lsin, ayollik bo'lsin, ko'pligiga ayollik birlik bo'yicha muomala qilamiz. Xuddi ayollik birini ko'rsatgandek ko'rsatamiz. Masalan, hazihi sayyaratu jamilatun. Ve as-sayyarat ayollik birlik o'g'achqa hazihi deb ayollik birlik bilan ko'rsatdik. Uni xabargima ayollik birlik shaklida ekanlik. Endi mushuning o'xshash muomala qilamiz aqlsiz narsaning ko'pligiga. Masalan, as-sayyara, as-sayyarat deb ko'plik gap qasimi, nima deymiz? Hazihi sayyaratu jamilatun. Demak, sayyarat ko'plik shaklida kasimi aqlsiz bo'g'achqa bunga hazihi bilan ko'rsatdik. Shundaqla xabar mucho jamilatun deb ayollik birlik shaklida keldi. Aqlsiz narsalar, mayli jonliq bo'lsin. Hadihi kilabun, bu itlar, kilab ko'plik, aqlsiz. Shuning uchun bu ayollik birlik shaklida ko'rsatdik deymiz. Endi o'latlar ikkinchi qoida nima deganda, men bayt darsda o'tib ketib bo'ldim. Kishilik almashlarning ichidan ulam almashlarni abun axun degan so'zga qo'shgan vaqtimizda vo bilan qo'shiladi. Faqat birinchi shaxs birlik ya buningdan mustasno. Ya'ni vo qo'shilmay qo'shiladi. Ya'ni abi, axi. 17-darsdagi grammatik qaysi deganda bu o'xshashlar aqlsiz narsalarga ayollik birlik bo'yicha muomala qilamiz degan qoidani yana takrorlab o'tgan. Buning asosli xabar, ya'ni aqlsiz narsalarning ko'pligining xabarmi ayollik birlik bo'yicha keladi deb
El-ebvabu meftuhatun. Ebvab işkiller. Aqlsiz ko'plik. Buning xabar qanday keldi? Ayollik bo'lib keldi. Bu bir qoida. At-tullab jududun. Bu yerda at-tullab o'quvchilar yangi. Bu yerdagi tullab aqlliq ko'plik bo'lg'achqa, buning xabari ko'plik shaklida keldi. Ammo al-abwab aqlsiz ko'plik bo'lg'achqa, buning xabari ayollik bo'lib keldi deymiz. Bugungi 18-darsning grammatikasini deb bo'ldim. Mana bu bizning bugungi darsdagi asos bu shu biz oldimizda imtihon ilinadigan 5 darsning asosli grammatikilari shu. Qolgan tushunmagan mazmun bo'lsa, darsxonamizda so'rasanglar bo'ladi. Tushunmagan mazmun bormi savoldoshlar? Agar tushunmagan mazmun bo'lmasa, bugungi darsimizning muzokarasi shu yerda oyoqlashadi. Savoqdaşlar boshqa tushunmagan mazmun yo'q o'xshaydi unda savoqdaşlar. Bugungi darsimiz muzokarasi shu yerda oyoqlashdi. Biz kelarki soatlik darsimizni ko'rishaylik. Assalomu alaykum.